Mana qizlar hozir botga tiqib qo'ydilar. Ularga tiqayotganlarni umuman sezmayapman. Nima qilib beradi bu Muxlisa opa, aytib yuboring. Ajinlarimizni ketkazadi. Ko'z atrof qorayishlarni oladi. Yuvishga beradi, oqartiradi. Effekt zo'r. Karkas qilib qo'yamiz. Ko'pdelar og'rimayapti. Qizlar hamma joyda hozir mana shu gap so'zda o'zi ham eng kerakli narsa yuzni yoshartiradigan, qarishni oldini oladigan. Mana hamma joyda qidirishyapti-ku. Mana bularda bor, kelgan bemalol kelsanglar ham bo'ladi. Kapelnitsalari ham chiqqan-ku. Bularda mana bu yuzga-da. Mana bunaqa SPF kalar ham bor. Hozir bulardan o'zimga olib ketyapman. Imomidda ham kichkina idishga qilib qo'yganlari ham bor-da. Bu SPF kalar bizga eng kerakli narsalar. Shuning uchun hozir hammasidan uyga olib ketyapman. Mana qizlar уже Zebo dahanini qildirib bo'ldi. Mametidagi baqbaqani ko'rasizlarmi mana? Yo'q bo'lib qolgan, chunki mana bunaqa narsa qildirdi mana. Yaqindan ko'rsataman sizlarga. Mana shunaqa narsa qildirdi, baqbaqasi katta edi-da. Qaranglar, уже bitdi-da, baqbaqasi yo'q. Men уже bo'ldim Zebo bilan. Hozir Maktub dahanini qildirishyapti. Zebo qildirib bo'ldi. Уже men bo'ldim qizlar, qaranglar. Уже yuzim bitdi-da, o'zgaryapti. Men bu ko'zimni, men bu yon atrofiga Maryamdan keyin yuzimga dog' tushganda, o'zi tuqqanda homiladorlik paytida yuzga dog' tushadi. Menga o'sha dog'larimga qarshi, ajinlarimga qarshi yuzimga juda ham bugun ko'p narsalar qildik. Keyin yana sizlarga aytmoqchi bo'lganim, qaranglar, bularga nima kelgan?